Ya, nega unday qilding? Siya, senga nima bo'ldi? Siya, seni o'z qizimday katta qildik. Janjanga zarar yetkazishni rejalashtirishga qanday hadding sig'di? Demak, sizlarda Sunjan bor. Endi men kerak emasmanmi? Qachon bizga kerak emassan deb aytdik senga. Hamma eng yaxshi narsalarni unga berdingiz, lekin menchi, menda hech narsa yo'q. Hammasi Sunjanni deb. U qaytmaganda qanday yaxshi bo'lardi? Nimaga qaytishiga qo'yib berdinglar? Sunjan, sen o'lishing kerak. O'lish kerak bo'lgan sensan. Amaki, xola, Janjan homilador. Agar chindan ham uni turtib yuborganida oqibati dahshatli bo'lardi. Bundan tashqari o'tgan safar u Siyaboni o'g'irladi. Bu safar seni kechirmayman. Hoy, uni bog'lab hovliga olib boringlar. Sunjan, sen hammasini sen uyushtirding. Niyating yomon bo'lmaganida tuzog'imga tushgan bo'larmiding? Sunsiyay, Sun oilasi sendan qarzdor emas. Men ham. Qamoqxonada xatti-harakatlaring haqida yaxshilab o'ylab ko'r. Olib keting. Janjang, 3 egizakni o'zingda olib yuribsan. Iltimos, ehtiyot bo'l. 3 egizak?